mana to'g'rimizda Masjidi Kalon, Buxoroning Masjidi Kalon masjidi, orqamizda mana ayollar namoz o'qiydigan masjid arabskiy stilda qurilgan. Mana Buxoroda juda ham chiroyli, ekologik, toza, barcha o'sha qurilishga ishlatilgan barcha mahsulotlar, qurilish mahsulotlari hammasi ekologik, toza mahsulotlar. 3-4 qavatdan iborat ekologik, toza, hidi mushki ambar hidlari taralib turibdi. Mana Masjidi Kalonning ro'parasida qurilgan ayollar masjidi, Buxoroyi Sharif, 2025-yilning 4-oktyabr kuni. Gap yo'q, shunaqa xursand bo'ldim. Namoz o'qib chiqdik. Hozir shunaqa odam yengil bo'ladi, juda ham chiroyli.